O'zbek adibi Tog'ay Murod tavalludining 78 yilligi. To'liq ismi sharifi To'lagan Murodov. Adabiyotda Tog'ay Murod taxallusi bilan mashhur. 1948-yil Surxondaryo viloyatida tavallud topgan. U bolaligini qishloq muhitida o'tkazgan. Shu sababli uning asarlarida qishloq hayoti, yer, mehnat, dehqon ruhiyati va xalqona qarashlar juda kuchli aks etadi. Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Bu unga hayotni kuzatish, jamiyat muammolarini tahlil qilish va voqealarni real asosda yozishga katta yordam bergan. Tog'ay Murod o'zbek adabiyotida xalq ruhini, oddiy insonlarning dardi, vijdoni, or-nomusi va haqiqat uchun kurashini juda ta'sirli qilib tasvirlagan yozuvchilardan biri hisoblanadi. Tog'ay Murod adabiyotga 70-80-yillarda kirib kelgan. Dastlab hikoya va qissalar yozgan, keyinchalik yirik romanlar bilan tanilgan. U yozuvchi sifatida soxta qahramonlardan qochgan, oddiy inson taqdirini markazga qo'ygan, haqiqat va vijdon mavzusini ustuvor qilgan. Uning asarlarida halollik, vatan muhabbati, insoniylik, jamiyatdagi adolatsizlik kabi mavzular chuqur yoritiladi. Mashhur asarlari: Otamdan qolgan dalalar, qishloq hayoti, yerga egalik, inson qadr-qimmati va jamiyat bosimi haqida. Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi. Insonning ruhiy sinovlari, adolatsizlik va haqiqat yo'lidagi kurash haqida. Oydinda yurgan odamlar, inson qalbi, ichki kechinmalar va hayot ma'nosi haqida. To'rt tomon qibla, jamiyat va shaxs o'rtasidagi ziddiyatlarni yoritib beradi. Tog'ay Murod o'zbek adabiyotida haqiqat yozuvchisi, vijdon adabiyoti vakili sifatida tanilgan. Uning asarlari maktab va universitet dasturlariga kiritilgan, ilmiy maqolalar va adabiy tahlillarga mavzu bo'lgan. Tog'ay Murodning yozuv uslubi xalqona, sodda, lekin chuqur ma'noli til. Ramziy ifodalar ko'p, dialoglar jonli va hayotiy, qahramonlar ruhiyati kuchli ochiladi. Juda samimiy va xalqona, hayotiy voqealarga asoslangan, qahramonlari oddiy xalq vakillari, ichki kechinmalarni chuqur ochib beradi. Tog'ay Murod haqida qiziqarli fakt. Tog'ay Murod ko'p asarlarini yozishdan oldin qahramonlari yashaydigan muhitni, odamlar bilan suhbatni, real voqealarni chuqur o'rganib chiqqan. Shuning uchun uning asarlari juda hayotiy tuyuladi. Tog'ay Murod o'z asarlarida xalq hayoti, inson vijdoni va haqiqat uchun kurashni sodda, ammo chuqur ma'noli uslubda yoritgan, o'zbek adabiyotida muhim o'rin egallagan yozuvchidir.